أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalomu alaykum Qur'on o'rganuvchilar. Tajvid darslarimizni davom etamiz. Bugun darsimizni 24-qismi darsimizni boshlaymiz. Biz o'tgan darsda ro harfini tafxim holatida, ya'ni yo'g'on o'qilish holatini ko'rgandik. 6 ta holatni ko'rgandik. Endi bugungi ro harfimizni tarqiq, ya'ni ingichka holatida o'rganamiz. Darsimizni boshlashdan oldin shuni aytamizki, bizda Telegram kanal bor. Pastdagi havola orqali bemalol Telegram kanaliga o'tib videolarni tomosha qilish mumkin va barcha videolar Telegram kanaliga yuklanib boriladi. Demak, ro harfini ingichka o'qiladigan holati bu 4 ta. Bu birinchi holati ro kasralik bo'lganda. Bu joyda ro kasralik, oldida hech qanday so'z yo'q. Ro kasralik bo'lganda roni ingichka o'qiymiz. Ingichka o'qilish holatini va yo'g'on o'qilish holatini oldingi darsimizda biz ko'rsatib o'tgandik. Ingichka holatini biz tilimizni orqa qismini ko'tarmasdan oddiy holatda o'qiymiz. Rijal degan holatda roni ingichka o'qiymiz. Ya'ni buni rijal degan holatda yo'g'on o'qib qo'ymaymiz. Bunga yo'g'onlik sifatini ya'ni bermaymiz. Rijal bu birinchi holat. Bu joyda vaqf qilinsa, bu vaqf ya'ni mat qoidalariga kiradi. Buni mat qoidalarida o'rganamiz. Bu joyda vaqf qilinsa, bu uzoqroq cho'ziladi. Rijal degan holatda buni mat qoidalarida o'rganamiz. Endi ikkinchi holat. Birinchi holati ro kasrali bo'lganda. Ikkinchi holati ro sukunli bo'lib, o'zidan avvalgi harf kasrali bo'lganda. Bu joyda ro sukunli va o'zidan oldingi harf kasrali. Ya'ni biz roni o'ziga qarab aniqlolmadik qanday o'qishni. Endi o'zidan oldingi harfga qaraymiz, u kasrali. Kasralimi? Demak, roni ingichka o'qiymiz. Vag'fir degan holatda oddiy holatda o'qiymiz. Vag'fir. Endi 3-holatini o'tamiz. Bu 3-holati. Endi bu joyda birinchi va ikkinchi holatini qayta yozib qo'ygan. Biz endi bularni o'tdik. Endi 3-holatidan o'rganamiz. 3-holati ro sukun bilan to'xtagan, ro harfidan avvalgi harfi lin bo'lganda. Endi harfi lin nima? Buni hozir tushuntiraman. Lin harfi bu ikkita harf bor. Bu ya harfi va vav harflari bor. Ya harfi va vav harflari bu harfu lin hisoblanadi. Endi bu vav va ya harflarini lin bo'lish qoidasi ham bor. Ya'ni ya va vav harflar sukunli bo'lsa va o'zidan oldingi harf fathali bo'lsa. Bu joyda ya harfi sukunli, o'zidan oldingi harf fathali. Shunda bu harfu lin bo'ladi. Agar bu joyda domma yoki kasra kelsa, bu ya harfu lin hisoblanmaydi. Faqat ya va vav harflari sukunli bo'lib, undan oldingi harf fathali bo'lganda harfu lin hisoblanadi. Vav va ya holatlari. Demak, vav va ya harfini lin harfi bo'lish sharti shu. Vav va ya harfi sukunli bo'lish kerak. Undan oldingi harf fathali bo'lish kerak. Shunda vav va ya harflari harfu lin hisoblanadi. Bu joyda endi harfu lin, ya harfu lin holatda kelyapti. Ya'ni bu joyda sukunli, ya harf, undan oldingi harf fathali. Shunda bu
harfu lin hisoblanadi. Bu joyda bu ya'ni vav harfiga misol xavf degan so'z. Xavf deganda vav harfi sukun va o'zidan oldingi harf fathali bo'ladi. Shu holatda vav harfi ham harfu lin hisoblanadi. Endi bu qoidada aytayaptiki, ro sukun bilan to'xtagan ro harfidan avvalgi harf harfu lin bo'lganda, demak bu sukun bilan to'xtayapti ro, undan oldingi harf harfu lin. Shunda biz roni ingichka o'qiymiz. Harfu lin. Endi harfu linda ham lin harflarining qoidasi bor. Bu lin harflar sukunli bo'lganda buni 2 3 4 harakat cho'zib o'qiymiz. Xoyir degan holatda o'qiymiz. Buni o'rniga qarab o'qiymiz. Demak bu joyda ro harfi sukun bilan to'xtalyapti. Undan oldingi harf harfu lin, ya'ni ya harfi. Shunda biz roni ingichka o'qiymiz. Xoyir. Agar hozir bu xo harfi kasrali yoki dommali bo'lganda, bu ya harfi harfu lin hisoblanmas. Shunchaki xuyur yoki xayr degan holatda o'qib qo'yardik. Lekin ya harfi sukunli bo'lib oldingi harf fathali bo'lsa, bu ya harfi harfu lin hisoblanadi. Va vav harfi ham xuddi shunday sukunli bo'lib oldingi harf fathali bo'lsa, vav harfi ham harfu lin hisoblanadi. Shunda ro harfi harfu lindan keyin kelsa, ro harfi ingichka o'qiladi. Xoyir shu holatda o'qiladi. Endi oxirgi 4-qoidamiz. Sukun bilan to'xtagan ro harfidan avvalgi harf ham sukunli bo'lib, undan avvalgi harf kasralik bo'lganda. Demak, ro harfi sukunli bo'lib, undan oldingi harf ham sukunli bo'lib, undan oldingi harf kasrali bo'lganda. Endi biz bu so'zda roga sukun berib to'xtaymiz, vaqf qoidasi. Endi roni o'ziga sukun berib to'xtayapmiz. Rodan aniqlolmadik qanday o'qilishini. Keyingi harfga qaraymiz. U ham sukunli, undan ham aniqlolmadik. Endi undan keyingi harfga qaraymiz. Demak, keyingi harf kasrali. Shunda roni biz ingichka qilib o'qiymiz. Ya'ni sukun bilan to'xtagan ro harfidan oldingi harf sukunli bo'lsa va undan oldingi harf kasrali bo'lsa, ro harfi tarqiq, ya'ni ingichka o'qiladi. Hijr degan holatda, bu holatda ham roni ingichka o'qiymiz. Demak, biz ro harflarini yo'g'on va ingichka o'qilish holatlarini tugatdik. Biz keyingi harfimizda qalqala harfini o'tamiz. Keyingi darsimizda bu qalqala harflarni o'tamiz. Keyingi darsimizda ruchka daftar kerak bo'ladi. Ya'ni bu joyda qalqala harflarni qoidalari barchasi kelmagan. Ya'ni qalqala harflari 3 qismga bo'linadi. Ya'ni 3 xil holatda o'qiladi. Bu joyda uchala holat ham berilmagan. Shuning uchun biz keyingi darsimizda uchala holatini ham yozgan holatda o'rgatamiz. Shuning uchun keyingi darsimizda ruchka va daftar kerak bo'ladi. Bugungi darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi darsda ko'rishguncha.